Hop, mana bitta yana bitta narsa bor ekan. Gateway gruppa. Biz hozir load balance qilib ko'rdik. Bu load balance turi 50-50. Ya'ni qanaqa trafik kelsa ham 2 ga 50-50 shuni bo'lib yuboradi ikkita interfeysga. Bunda bitta muammosi bor. Agar interfeyslardan biri, ya'ni WAN interfeyslardan birini tezligi ikkinchisidan katta bo'ladigan bo'lsa, bunda nomutanosib ravishda bo'lish bo'ladi. Ya'ni 100 megabit bitta interfeys tezligi, ikkinchi interfeys tezligi 200 megabit. Bu ikkoviga ham teng yuklama berish bu to'g'ri emas. Shuning uchun buni boshqa nima qilish kerakda? Taqsimotini 2 ga 1 qilish kerak. Xo'p, endi общий tezlikda 3 ga bo'linadi-da, o'zi qoidasi mana shunaqa. Misol uchun, qanaqa nimangiz bor? Tezligi bor. Misol uchun, sizda ikkita interfeys bor. WAN1 bu 100 megabit bo'ladigan bo'lsa, WAN2 200 bo'lsa, xo'p, bunga load balance bu mana bunaqa bo'ladi. Xo'p, ikkovinikini qo'shamizda 300 bo'ladi-ku. Xullas 3 ga bo'lamizda. 3 ga bo'lsak 100 chiqadi. 300 300 bo'lamiz 3 ga, bu 100 chiqadi. Xo'p, mana bitta ko'rsatilgan. Buni oddiy yo'li mana bunaqa ekan. Bir-biri bilan qanaqa propozitsiyada turgan bo'lsa, shunaqa bo'lar ekan. Misol uchun 100 bo'lingan 200 bo'ladigan bo'lsa, bu 1/2, ya'ni shunaqa bo'ladi. Bir taqsim ikki nisbatda berishimiz kerak endi. Va buni har bir liniya tezligini eng kichik tezlikka bo'lamiz. Xo'p. Xo'p, demak, har bitta tezlikda ikkita WAN interfeys
ikkoviniyam eng kichik tezlikka bo'lamiz. Eng kichik tezlikka bo'lsa bu demak 1 kelib chiqadi. Xo'p, 200 ni 100 ga bo'lsa bu 2 kelib chiqadi. Ya'ni 2 ga 1 nisbatda berish eng to'g'ri bo'ladi-da endi buni. 2 kelib chiqadi. Xo'p, shu nisbat. Bunga necha beramiz endi? Endi yangi gruppa yaratamizda. Xo'p. Balance, balance, balance. 2 ga 1 nisbatda. 1 va 2 nisbatda. Nisbat. Tezlikka qarabda bu. Xo'p, ikkovi ham 1 bo'ladi. Xo'p. Bo'lishi shart. Wait berish uchun gateway da ikkovi ham 1 xil bo'ladi. Buni yozmasak ham bo'lar ekan. O'zi mana bu yerda gateway'imiz bor-ku, shu gateway'ni tayer 1 tayer 2 qildik. Endi mana bu yerdan gateway'ni o'zidan bunga demak, bunga kichkinasiga 1, kattasiga 2 beramiz. Xo'p, kichkinasiga 1, kattasiga 2. Best wait. Kichkinasiga 1, okey. Kattasiga bizda ikkinchisi kattada 200. Xo'p, weight'i buniki 2 bo'ladi. Ya'ni o'shanda taqsimot bo'ladi-da, taqsimot bo'lib chiqib ketadi. 2 ga 1 bo'lib taqsimot bo'lib chiqib ketadi. Shunaqa. Endi buni hozir tekshirib bo'lmaydi. Qachonki mana shu trafik taqsimlanib turganda 100 ta connection bo'ladigan bo'lsa, 100 ta connection'ni o'sha 30% bu yoqqa, 70% bu yoqqa bo'ladi. Shunaqa taqsimlanadi. Xo'p. Shu